Plus-minus 500 dollar bo'lyapti. Hayvonlar ahvoli shu qimmat ko'p hisoblanadi. Shahrami hududi. Vid ko'rsatma hozir bu prям vau. UFC jangini устроить qilyapman. Kelib живой ko'rganga yetmasa kerak baribir. Eng dunyodagi baland sharsharalarga keldik. Sizlar faqat eng yaxshi kadrlarni ko'ryapsizlar. Qo'shmasak bular napaday qilyapti o'zi bizga. Oy blin. Assalomu alaykum. Men Arslonbek Almardonov. Preobrazovание kompaniyasi asoschisi. Kompaniyamiz 7 yildan beri musofir yurtdoshlarimizga Rossiya Federatsiyasida barcha kollej, universitetlarga kirishda yordam berib kelmoqda. Bizning studentlar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qonuniy ham o'qib, ham ishlab yurishibdi. Xullas, agar siz ham o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga bunda chin ko'ngildan yordam berishga tayyormiz. Murojaat uchun raqamlar ekraningizda. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Do'stlar, hammaga xayrli kun уже. Ko'chada soat 1dan nechidir daqiqa o'tdi. Obeddan keyin biz endi ko'chaga chiqdik. Sababi juda charchagan edik va hozir biz ovqatlanib, mana bunaqa motik olamiz. Shunaqa motik bilan bu ekskursiyalarga boramiz. O'zimiz bora oladigan ekskursiyalarga. Bora olmaydiganlarni sotib olamiz. Hozir dollar maydaladik, eski dollarda. Normalni berdi, muammo yo'q. Ular aytishdiki, no problem. Pomenyaym deyishdi. Hozir endi biz borib o'zgina biqin qilamiz. Shu biqin qilindi. Endi bir suvenirlarni ko'rish istagida boshlaymiz. Birinchi bo'lib ko'zga tashlang. Bizasini oyoqni yechib kirish kerak, endi bizga ruxsat berdi. I'm from Uzbekistan. 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 Okay, Yes. Nice to meet you too. Yeah. Bones. These are for the happiness, for the wisdom, for the health, and for the luck in there. Yeah, like this one. No, the price of each. Oh, okay. Okay, for this one is a bone. Sakkiztami 9 ta suvenir. Plus-minus 500 dollar bo'lyapti. Thank you very much. Take this one. Take, okay, no problem. Special take. Thank you Какие very much. вопросы? And how can we eat it? Just Okay. O'ylaymanki, You bizni try. aldamadi bu. You try. I give for you discount. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. God Nice bless to you. meet you too. Yeah. Короче, bir paket suvenir oldim. Uni beradigan odamlarim bor, o'shalarga beraman. O'zimga. Biz hozir endi baykga borishimiz kerak. Bayk olgani. Bayk arendaga olyapmiz. Bir qancha ekskursiyalarni o'zimiz qilishimiz uchun. Gazgacha joyda. Все, мы заходим, как говорится, на много манзарага. Semirib ketibdi bu hayvonlar ahvoli ko'fe qilinganidan shu bu qimmat ko'fe hisoblanadi. Shu ham kofe, imbir, bu ham axlatdan qilingan kofe. Это мы бесплатные работники для них. Bepul ishchilar. Hidi chiqib ketyapti. Qaranglar, tushuntirib beraman. Birinchi kofe жарить qilib olinadi. Undan keyin mana bu yerga o'tilib izmirchать qilinadi. Izmirchать qilingandan keyin bu yerga olib to'kiladi. Bu olinadi-yu, mana bu yerga solinadi. Olinib mashina solinadi-da, и shuda. Biz sizlarga shunaqa keyin mak кофе jo'natamiz. У нас дегустация кофе вот таким образом. Сколько видов? 14 Ну, 14 видов. здесь и чай, и кофе. Вот и чай,
Чай и А кофе кофе тоже. получается 1, 2, 3, 4, 5 видов кофе, все остальное 5 чай. видов кофе, большей части чая. Так, дегустация начинается. Первое это у нас мангостин. Я не знаю, что это. Ну, такой довольно-таки ароматненький. Второе это Rasaella Tea. Интересно же. Qanaqadir gulda, короче. Розаga o'xshab ketadi. Третье это у нас ginseng tea. Пыльный, да, немножко такой. Chang tamni beradi. Вот chang yutganmisizlar qishloqda. Реально, как будто бы чанг, этот пыль глотаю. Четвертое это cinnamon tea. Мне тоже так себе не понравилось. Saffron tea. Saffron tea тоже самое так себе. Ну, может быть, я привыкну. Ингер, это шестой, да, вот этот Это имбирь. имбирь, да. Ой, попробуй, какой Имбирь. он острый. Как будто с перцем. Шафран это вот это. Нет, просто лимон. Лимон. Это еще потом кофе с имбирем будет тоже. Чай с лимоном я люблю. Degustatsiya qoyasiga почти yetdi. Menga kofelarni почти hammasi yoqdi, кроме ginseng кофе. Кроме этого. Чай, ну, 50 на 50, 50% yoqdi, 50% yoqmadi. Qancha pastga tushgan sari shuncha vid boshqacha bo'lib ketyapti. Из Казахстана, что ли? Ularga guruch yaqindan ko'rsatmoqchiman. Vidga qaranglar. Xullas, birinchi ekskursiya tugadi. Endi bizda ikkinchi ekskursiya bu vodopad. Hozircha juda apasni tryuklar qilib ketyapmiz. Optik rabotaga qaraganda yo'lda davom ko'rsatishda davom etamiz. How are you? I am fine, thank you. Bilet olamiz dальше. 10, 20. Bu ham bir А, это другой. Instagramning популярный водопад hisoblanadi. Qaranglar qancha o'chirib. Shu водопад bilan cho'milib olish uchun. Vid ko'rsataman hozir, bu prям vau. Vau, просто. Manba aka qarshilik ekan. Qarshidan kelgan ekan bu aka. Bu ikkita aka o'zbek akalar. Молодцы. Biz cho'mildik vodopadlarda. Bizda ozroq yomg'ir, dajdavik kiyib olganmiz. Hech narsa bizga qo'rqinchli emas. Ovqatlanib, возможно, bugun bitta massaj, и bugungi kunimiz завершиться qiladi. Ertaga yana vodopadlar bor. Do'stlar, biz ovqatlanganib ham bunaqa joyga keldik. Biz ovqat zakaz qilib, keyin возможно ovqatlarni ham ko'rsataman. Bu indoneziyskaya kuxnya. O'ylaymanki yaxshi. Tak, ovqat keldi. Hammaga salom. Yana dollar maydalayapmiz.
eski dollarda muammo yo'q, olishyapti. Dollar maydalimiz eng katta Vodopodga boramiz. Hozir hisobqani olaylik. Bularda 200 dollar 3 million 175 ming bo'lar ekan. Даже mashinkasi 30 ta ko'rsatdi, 2 marta tashadi. Sanab ko'rdim, 31 ta chiqdi. Noto'g'ri deb o'ylab yana bir marta sanab ko'rsam 31 ta chiqdi. Qo'ldan boshqasiga ishonch yo'q deydi-ku. Mashinalar ham joyi kelib aldab ketadi. Yo'lda просто ketayotdik. Nima ko'rib qoldik? Shunaqa gaplar, ketaveramiz yana nimalar ko'rar ekanmiz yo'lda. Do'stlar, biz yomg'ir tagida qoldik. Yana 1 soat yurish kerak. Mototsiklda вообще неудобно. Bir orqaga qaytib ketish fikri ham bo'ldi-yu, lekin taslim bo'lish yo'q. Boramiz, qiyin bo'lsa ham. Mani hozir mana shu ochkilarim qutqaryapti. Sarguzashtlar davom etmoqda. Biz bitta lokatsiyaga kirib o'tmoqchimiz. Nima deb o'ylaysizlar? Chiroylimi? Chiroyli emasmi? Berjaman UFC jangini ustроить qilyapman. Все, qo'shmasak bular napadayt qilyapti o'sha bizga. Oy, blin. Do'stlar, keldik. Hozir vodopodni ko'rsataman sizlarga. Dunyoda pastda eng katta vodopodlardan bittasi desa ham bo'ladi. Qaranglar. Kamera bu chiroyi, bu manzarani передавать qilib bera olyaptimi yo'qmi bilmayman. No. Kelib живой ko'rganga yetmasa kerak baribir. Olganda biz buni uddaladik. Sababi 2 soat 2 soatda 10 minut yomg'irda yurib kelishimiz bo'lgan yo'q. No, оно того стоило. Biz уже eng dunyodagi baland sharsharalarga keldik. Sizlar faqat eng yaxshi kadrlarni ko'ryapsizlar. Juda go'zal. Zanalar почти tizamcha keladi. 1,5 litrlik butulka. Сравнение qilib ko'rganda. Do'stlar, bu mo'jizani qaranglar. Uchburchak. Mani ko'zim bilan qaraydigan bo'lsa, u yoqda prям daraxtlar, palma, junglida. Kraslar, вот дикие животные просто. Вот bu yerda mana bu kuchuk indamay o'tib ketayotgan bo'lsa, yo'lda unaqa bo'lmaydi. Bugun mana karmis qilgan paytimiz ko'rdinglar-ku, kamerani ko'rib sразу napadayt qilyapti. Bizning ekskursiyamiz vodopod bo'yicha tugadi. Love me or hate me, God knows you made it. When he let his eyes on me, yucky, neneni, 날 바라보는 눈빛이 이미 다 말해줘. No, I ain't gonna let anyone keep me
yurtimizga yetib keldik. Что тут? Красиво, да? Короче, skuterni berdik, mototsiklni. Kodlarim og'rib ketdi suyagi. Zato menimcha ekonomna bo'ldi-da ozroq. Borib uxlash kerak. Ertaga soat 6:30 dan biz olib ketadigan ekskursiyaga.